Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda xususiy maktabda marketingni qanaqa yo'lga qo'yish va u yerda o'quvchilarni qanaqa jalb qilish bo'yicha gaplashamiz. Agarda siz xususiy maktabingiz bo'lsa yoki bo'lmasa marketolog bo'lsangiz, xususiy maktabda sizga bu juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Qadam-qadam qo'llanmalarga ega bo'lasiz. Keling birinchi ketma-ketligini ko'rib chiqaylik. O'sha menda o'zim tajribamdan kelib chiqqan holatda o'sha $13,000 bilan, reklama byudjeti $13,000 bilan 300 ga yaqin 297 ta aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, o'quvchi jalb qilganimiz case bor. Aynan shuni sizga yoritib, siz uchun foydali tarzda bo'lishga harakat qilaman. Bunda u maktabning nomi yoki bo'lmasam uni ichidagi danlar aytilmaydi, faqatgina marketing tarafdan qanaqasida voronka yasashingiz mumkin, qanaqa komanda tuzishingiz kerak, bular bo'yicha qadam-qadam qo'llanmaga ega bo'lasiz. Ya'ni o'sha odam birga borguncha qanaqa ketma-ketlikda sizga kerak bo'ladi, ishlar ketma-ketligi. Xo'p, keling birinchi rejadan boshlaymiz. Bu videomiz qanaqa formatda bo'lib o'tadi? Birinchi bo'lib analiz. Ya'ni siz istalgan loyihada bir natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, loyihani olish bilan u reklamaga yugurish kerak emas, uni analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi holatini, uni takliflarini, konkurentlarning takliflarini, undan mijozlarning o'rg'ilarini, hammasini analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilib analiz qilish kerak degan savolga javob topamiz. Keyingi holatda analizdan keyin biz offerlar, ya'ni o'sha maktabda takliflarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni takliflar qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa tuzilishi kerak, uni qanaqa parametrlari bo'lishi kerak degan savolga javob topib chiqamiz. Undan keyingi bosqich dekompozitsiya, ya'ni bizga o'sha kerak bo'ladigan studentlar soniga nechta lead, nechta umuman voronka bo'yicha dekompozitsiya holatida chiqamiz. Keyingi holatda o'sha endi voronkaga kiramiz. Voronkada biz PR instrumentlari, ya'ni influencerlar bilan ishlash kerakmi? Reklama bilan qanaqa ishlash kerak? Qanaqa reklamalar ishlatish kerak? Qaysi platformalardan foydalanish kerak? Undan tashqari bularni konversiya qilish uchun просто lead topga o'zini olib kelib qo'ysa hammamiz bilamiz. Menimcha отдел продажdagi odamlarimiz unaqa konversiya qilishi kuchli emas. Odatda bizda buni qanaqa amalga oshirish kerak? Keyin umuman registratsiyadan o'tgandan keyin qolgan o'sha biz bilan tanish bo'lgan auditoriyaga qanaqa qilib retarget qilish kerak? Bular hammasini ko'rib chiqamiz. Organik trafik bilan qanaqa ishlash kerak buni ham ko'ramiz. Xo'p, undan keyin bizda sotuv bo'limi bo'yicha qisqacha instruksiya berib ketamiz. Sizda agar частная shkola bo'ladigan bo'lsa, qanaqa sotuv bo'limi qurishingiz kerak, qanaqa sotuv bo'limidan foydalangan sizga выгоднее degan mavzuda. Xo'p, undan keyin zadachalarni ko'rib chiqamiz. Zadachalarda komandaning qaysi a'zolari bo'lishi kerak sizda. Keyingisi umuman jarayonlar qayerda kontrol qilishingiz kerak va buni nima desa bo'ladi, kim amalga oshirishi kerak. Videoning oxirida o'sha xususiy maktab mavzusidagi marketingdagi eng ko'p beriladigan savollarga javoblar berib ketaman. Menga o'zimga beriladigan savollarga javoblar bu ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, bo'lmasa boshlaylik. Birinchi qiladigan ishimiz tahlildan boshlash kerak, ya'ni Castev. Castevni hamma eshitgan, men bilaman, hamma qilishga harakat qilib ko'radi va qog'ozda qiladi, lekin bu aynan nimaga bizga yordam berishi va nima uchun buni qilishimiz muhimligi haqida unchalik tushunchaga ega emas odamlar ko'p holatlarda. Xo'p, birinchi bo'lib Castev nima? Castev degani bu masalan klientlaringizni og'riqlarini, kutilmalarini, e'tirozlarini va produktingizni qiymatini tushunishingizga sizga yordam beradigan narsa. Castev ikki xil holatda bo'ladi. Endi buni keyin ko'rib olasizlar. Bizga asosiy kerak bo'ladigan narsasi qanaqa odamlarda og'rig'i bor va ularga qanaqa yechim qolishadi. Masalan, agar maktab sohasida ishlagan bo'lsangiz, maktabda segmentlar har xil bo'linib ketadi. Ma'lum bir segmentlar bor. Xalqaro darajadagi, xalqaro toifadagi maktablar o'quvchisi qolishadi. Bularda masalan bitirgandan keyin o'zini programmasi orqali BI deydi, boshqa deydi, o'zini programmasi orqali maxsus o'sha chet eldagi yaxshi universitetlarga qabul qilinadi. Undan tashqari ma'lum bir segment bor. Bular o'sha davlat maktabidan, ya'ni o'sha public school deydi. Public schooldan private schoolga o'tayotganda unga yaxshiroq muhit bo'lsa bo'ldi va ota-onasida unda asosiy maqsadi imенно uyda ushlash emas, ya'ni maktabda prosta ko'p vaqt ajrata olmayapman, u bilan interaction qilgani, ya'ni masalan u o'qigan darslarni yaxshi men ularga rezultat bera olmayapman. To есть uyga vazifalar birga qilishib, birga yordamlasha olmayapman, lekin o'sha yaxshiroq maktabda o'qisa, uni tarbiyachilari ham yaxshi bo'ladi degan ma'noda shunga o'tkazishadi. Yana bir toifadagi auditoriya bor. Ular masalan katta sinflar ko'proq IELTS, SAT, ingliz tili shunaqa narsalarga ko'proq qarashadi. Xo'p, ya'ni shu chet el universitetlarga kirishga shunaqa qarashadi. Endi qarang, mana siz o'z segmentingizni aniq bilib olishingiz kerak. Siz o'zi qaysi segmentdasiz? Ya'ni masalan, bitta segmentga ishlayotganda boshqa segmentga reklama qilishingiz noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, buni tushunish uchun siz Castevni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Castevda o'sha siz o'zingiz bor hozirgi maktabingizdagi studentlarning og'riqlarini, kutilmalarini, e'tirozlarini, ularning kimligini, qaysi soha bilan shug'ullanishi, qanaqa ish bilan shug'ullanishi, o'rtacha miyazdagi daromadini
va maktabini bolasini kelajagi uchun qancha investitsiyaga ajratishga tayyorligini, shularni hammasini atroflicha o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi siz buni aniqladingiz. Aniqlaganingizdan keyin sizni mijozlaringizga kerak bo'ladigan offer taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Bu holat mana sizga yozilgan holatda bo'lishi kerak. Именно o'zingizni klientlaringiz siz ko'rganda явно aniq tushunishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizda maktabingizda hozir faqatgina lokatsiya orqali har xil joylardan kelgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, har xil segmentdagi odamlar kelgan bo'lsa, demak siz tushunishingiz kerak, hisob o'zingizga yangi offerlar tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Chunki lokatsiya bilan kelsa, ertaga masalan boshqa o'sha shahardagi mashhurroq maktab sizni yoningizga keladigan bo'lsa, lokatsiyadagi ularda sizdagi maktablar ularga ketish ehtimolligi yuqori bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, konsertda qildingiz, klientlaringizni tushundingiz, kimligini, mani klientim. Masalan, A toifadagi insonlar, ular og'riqlarini bildingiz, kutilmalarini bildingiz, e'tirozlarni bildingiz, ularga mos taklif berishingiz kerak bo'ladi. Taklif tushunarli, razработка qilishda muammosi yo'q deb o'ylayman. Agar taklif razработка qilishni bilmasangiz, men shablonni beraman, o'sha montajda chiqadi yoki bo'lmasam pastga havolaga qo'yib qo'yaman. Xo'p, taklif razработка qilganingizdan keyin siz o'zingizga UTP yaratishingiz kerak bo'ladi. UTP imенно maktabingiz nimaga ixtisoslashgan va qaysi toifadagi o'quvchilarga siz ko'proq e'tibor qaratasiz va sizda qanaqa takliflaringiz bor. Buni yaratishda eng oson usullardan biri siz konkurentlaringizni tushunishingiz kerak bo'ladi. Raqobatchilaringizni, ya'ni raqobatchilaringiz ro'yxati bormi sizda? Bu birinchi savolingizda albatta bor. Xo'p, raqobatchilarni 3 xil holatda siz analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi takliflari. Bunda aynan eng asosiy urg'u bergan narsalari va funksional jihatdan takliflarni analiz qilasiz. Masalan, ovqati bormi? Tushlikka necha soatdan o'qitiladi? Qanaqa o'qituvchilar o'qitadi? O'qituvchilar darajasi qanaqa? Chet ellik o'qituvchi bormi? Lokatsiyasi qayerda joylashgan? Bularning hammasini yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingisi afzalliklari. Afzalliklar deganda nima? Sport to'garaklar bo'lishi mumkin, basseyn bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan, ya'ni maktabda afzal taraflarini analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Men sizga buni ro'yxatini yana o'sha gap yoki montajda chiqadi yoki pastda resurs orqali yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Ana undan keyingisi qo'shimchalar, ya'ni har bir maktabda masalan alohida qo'shimcha narsalar bor. Masalan, partnyorskiy sayohatlar, shunaqa qanaqa qo'shimcha takliflar bo'ladigan bo'lsa, bularni pastga kiritasizda. Shu orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana narx, mana maktabning nomi, narxi, bu yoqda imенно uni parametrlarini yozib chiqasiz. Shunda ko'rinadiki, sizda qaysi aynan kuchli taraflaringiz bor, qayerda kuchsiz taraflaringiz bor va qayerda sizning narxingiz qayerda o'zi. Ya'ni masalan ko'p hollarda ko'raman, maktablar qayerdan narx qo'ydi desa, sredniy o'rtacha boshqalar maktabni oladi, narxini qo'yib qo'yadi. Bu unchalik to'g'ri emas. Aynan o'shanda konkurent analizdan kelib chiqqanda siz qaysi segmentdagi narx kategoriyasiga tushishingiz ma'lum bo'ladi. Chunki o'zingiz ham agar ajablangan bo'lishingiz mumkin. Toshkentda masalan oyiga $2000 maktablar ham bor, $200 maktablar ham bor. Ikkovsi ham bir qarashda xususiy maktab taklif qilyapti. Lekin ularda aynan nimada farqi bor? Nima uchun bu bunaqa qimmat, bu bunaqa arzon degan savollarga javob topish uchun sizda aynan o'sha konkurent analiz bo'lishi kerak bo'ladi. Endi konkurent analizni qildingiz, UTPdan aniqladingiz, o'zingiz takliflaringizni to'g'riladingiz, klientlaringizga mos tushadigan takliflarni to'g'riladingiz. Ana endi bundan keyin siz promotionga o'tishingiz mumkin, ya'ni o'zingizni birovga tanitib, bu student yig'ishga kirishingiz mumkin bo'ladi. Kelaman sizga promotion qismini tushuntirib bersam, promotionda varonka holatida qanaqa bo'lishini teskaridan keladigan bo'lsak. Xo'p, ham bu yerda mana tayyorlab qo'yganman. Promotiondan boshlaydigan bo'lsak, promotionda birinchi bosqichda sizga masalan to'g'ridan-to'g'ri reklamaga o'tishingiz unchalik ham to'g'ri emas. Reklama degani mana tushunib olaylik. Ikki xil yo'nalish bor umuman promotionda. Men tushunishim bo'yicha bittasi reklama. Reklama deganda nima nazarda tutyapman? Aynan zayavka olishga mo'ljallashtirilgan harakatlar. Ikkinchisi tanilishga mo'ljallashtirilgan harakatlar. Masalan, siz maktabingizda o'z ustuvor taraflari nima, sizning qadriyatlaringiz nima, siz nimani taklif qilyapsiz. Taklifdan oldin ustuvor taraflaringiz va qadriyatlaringiz degan narsa bor. Aynan shu narsani tanitishga sizga yordam beradigan shaxslar bor. Bularni biz influencerlar deb ataymiz. Influencerlar bloger bo'lishi mumkin, influencerlar deylik o'sha avtoritet shaxslar. Sizda maslahatim, agarda maktab nishasida bo'ladigan bo'lsangiz, blogerlardan foydalanish bilmadim qanchalik to'g'ri. Bloger deganda qanaqa? Masalan, ta'lim doirasiga taalluqli bo'lgan insonlardan foydalanishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ular aynan ta'limda odami va aynan o'sha farzand tarbiyasi, o'sha farzand rivojlanishi yoki bo'lmasam agar segmentingiz kattaroq segment bo'ladigan bo'lsa, yoki qanaqadir fan o'qituvchilari bo'lishi mumkin. Shunaqa odamlardan bilan kollaboratsiya qilganingizda ularda
gaplari, ya'ni o'sha odamlarga ta'sir o'tkazish darajasi baland bo'lgani uchun aynan shularni tanlash kerak bo'ladi. Masalan, deylik siz endi hozir ingliz tilida desam qanchalik, masalan IT axborot texnologiyalari yoki bo'lmasam dasturlash, shunga ixtisoslashgan qanaqadir maktab rahbarisiz. Bunaqa holatda kimlarni tanlash to'g'ri bo'ladi? Bunaqa holatda mana biznesga doir qanaqadir muvaffaqiyatli odamlar, IT startup egalari yoki bo'lmasa mana mashhur IT startup egalari bor. Ularni lekin uncha ko'p odam tanimaydi, lekin ularning mahsulotidan hamma foydalanadi. Masalan, deylik, Akmal aka Fayziyev bo'lishi mumkin. Ular masalan Express Motor degan shu katta startup bor. Buni aniq qilib ko'tarib o'sha O'zbekistonda kattalashtirib exit qilganlar. Ya'ni aynan o'sha sohada muvaffaqiyatga erishgan odamlarning fikrini olishingiz kerak bo'ladi. Aynan ular orqali o'zingizni qadriyatlaringizni va o'sha taklif qilayotgan narsalaringizni tanishishingiz maqsadga ancha muvofiq bo'ladi. Chunki aynan masalan Akmal aka endi uslovni aytyapman, masalan IT sohasidagi influencerni IT sohasiga qiziqadigan, uni qadrlaydigan odam kuzatadi. Masalan, farzandini ham berish ehtimoligi juda ham katta bo'ladi. O'shaning uchun influencer tanlashda aynan shu narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Aynan ulardan siz o'zingizga kredit nimasi bo'ladi? Sizni ular tavsiya qilishi yoki bo'lmasam ulardan tavsiya olishingiz sizga juda ham katta yordam beradi. Ana endi ularning tavsiyasini bemalol reklama qilish mumkin, boshqa qilish mumkin, unda muammo yo'q. Xo'p, demak, birinchi o'rinda tushunarli, mana 5 ta influencer ro'yxatini olingda. 5 ta o'zingizni qadriyatingizni, o'sha taklif qilayotgan narsalaringizni bilan bir xilda fikrlaydigan, auditoriyasi uni juda ham qattiq hurmat qiladigan odamlarni ro'yxatini olishingiz kerak bo'ladi. Aynan o'sha odamlar, aynan o'sha odamlarning sizni tavsiyasi sizga juda ham katta samara olib keladi. Masalan, biz o'zimiz ishlaganimizda endi har xillarni sinab ko'rganmiz. Masalan, blogerlarni ham sinab ko'rganmiz, undan tashqari influencerlarni ham sinab ko'rganmiz, lekin eng katta rezultat beradigan narsa bu influencer. Blogerda rezultatивность, bloger deganda qanaqa, masalan, ilmga doir bo'lmagan o'sha blog yuritadigan odamlarda influencer ancha kamroq bo'lgan. To'g'ri, ularda masalan reklama narxi arzonroq tushadi, masalan, zaifga ko'proq bo'lishi mumkin, lekin aynan sotib olishga kelganda ularda ozgina ikkilanish, shunaqa narsalar paydo bo'ladi. Shuning uchun aynan influencerlardan foydalanganingiz sizga ancha yaxshiroq. Demak, 5 ta influencer topdik, ular bilan gaplashdik, ularga tushuntirdik bizdagi takliflarni, bizdagi takliflarni, biz qadriyatlarimizni tushuntirdik, ularga mos tushdi. Ularga ham taklif berishimiz mumkin. Farzandi, jiyani, akasini, ukasini farzandi bo'lsa, masalan, bizni maktabda o'qib ko'rishi mumkin bo'ladi. Bu ham juda ham katta bizga preimущество beradi. Ya'ni masalan, sizning u influencerda reklama narxlari ancha baland bo'lishi mumkin, lekin siz uni shunaqa holatda ham qanaqa bir kollaboratsiyada ancha arzonroq gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Bunda уже yana ham yaxshi sizga, chunki yil davomida siz reklama qilib ketish, PR qilib ketishga sharoit bo'ladi. Xo'p, 5 ta influencer topdik. Bularga alohida, hammalariga alohida o'zining yo'nalishiga mos biz reklamalar olishimiz kerak bo'ladi. Bu reklamalardan asosiy maqsadimiz biz aynan brendimizni o'zimiz xohlagan ohangda, ya'ni o'zimiz xohlagan pozitsiyada tanitishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi tushunarli, influencer topdim, Instagram ochdim. Instagramda hamma qadriyatlarimni, takliflarimni qo'yib boryapman. Qanaqa qilib men mana mijozni olib kelaman degan savol sizda tug'ilishi mumkin bo'ladi. Mijozni olib kelish etapiga o'tamiz, voronki. Endi qarang, brendimiz tanilgandan keyin, brendda o'sha deylik ahvatimiz общий 1 million, 1,5 million bo'lgandan keyin o'sha influencerlarga reklama berdik, boshqa bo'ldi. O'sha eshitishda odamlar bizni как бы tennislarimizni shunaqa joyda mavjudligimizni tushunishdi. Endi bundan keyin biz reklamalarga o'tishimiz kerak bo'ladi. Reklamadan biz hamma auditoriyani qayerga yo'naltiramiz? Maktab haqida 20 daqiqalik video tayyorlaymiz. Hamma bizni takliflarimizni o'z ichiga olgan. Masalan, ovqatlanishdan tortib, basseynidan tortib, o'qituvchilardan tortib, hammasini o'z ichiga olgan obzor holatida o'sha remontlarni, masalan, o'sha stadionlar bo'lsa, stadionlarni videoga olgan holatda 20 minutlik to'liq video tayyorlaymiz. Ya'ni ko'rgan odam tushunsin qanaqa holatda o'zi sharoit, qayerga o'zi nima desa bo'ladi, farzandini ishonib topshirayotgan. Endi 20 minutlik video tayyorlaganimizdan keyin uni qayerga joylaymiz degan savol tug'ilishi mumkin. Buni YouTube'ga joylab voronka qilishimiz mumkin yoki Telegram botga joylab voronka qilishimiz mumkin. Buni umuman nima desa bo'ladi, farqi yo'q. Qarang, sizning PR-ingiz bor. O'sha 20 minutlik videongiz bor. 20 minutlik videoning nomini kvalifikator deb ataymiz. Kvalifikator nima degani? Kvalifikator sizda o'sha qiziqish bildirgan odamlarni produktingiz haqida to'liq informatsiya beruvchi joy. Kvalifikatorda odatda masalan o'sha 20 minutlik videoga, yarim soatlik videomizni konversiyasi bizda 1% bo'lishi kerak. O'shandan kvalifikatorda kачествосini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bizda deylik, faraz qiling 20 minutlik videomizni, o'sha yarim soatlik videomizda deylik
10 mingta odam ko'radigan bo'lsa, bizda bo'lishi kerak bo'lgan zaifkalar soni bu 100 ta. 100 ta zaifka bo'lishi kerak. 100 ta zaifkadan ancha sifatli, ancha nima desa bo'ladi, issiq zaifkalar kelishi mumkin bo'ladi. Xo'p, keling endi voronkaga yaqinroq kiramiz. Xo'p, influenserlarni tanitdik, reklamalarni oldik. Reklamalarda qarang, reklamaning ichida nimalar aytishingiz mumkin bo'ladi sizda. Masalan, reklamni kompaniyalar qilishingiz mumkin. O'qituvchilarning unikalligi va o'qituvchilarni qanday tushuntirsam bo'ladi, masalan, kuchli taraflari, chet ellik o'qituvchi bo'lsa, chet ellik o'qituvchilar yoki bo'lmasam qanaqadir partnyorskiy programmalar bo'lsa, boshqa davlatlar bilan partnyorskiy programmalar. Bundan tashqari imенно influenserlar nimaga uchun sizni tavsiya qilayotgani, qanaqa nuqta orqali sizni tavsiya qilayotgani, bular haqida informatsiyaga ega bo'lish kerak bo'ladi. Xo'p, reklamalarni oldik. Reklamalar 5-6 xil, 7 xil, 10 xil target bo'lishi mumkin. Buni yaxshi tushunasiz. Buni imенно kasterdan kelib chiqqan holatda auditoriyangizga nima muhim bo'lsa, o'sha orqali olib kelasiz. Reklamalardan qayerga olib o'tasiz? Instagramga olib o'tasiz. Instagramdan Telegram kanaliga, ya'ni Telegram kanalda kvalifikatorni yuklab qo'yganmiz. Telegram kanaliga olib o'tasiz. Telegram kanaldan o'sha har safar eslatib turasiz. Maktabda qabul ochiq, qabul ketyapti. Mana bu havola orqali ro'yxatdan o'tish mumkin. Kvalifikatorga o'tadi. O'sha YouTube'dagi to'liq obzor videomizga o'tadi. To'liq video obzorda oxirida nima bo'ladi? To'liq video obzorda oxirida biz mana X kuni ochiq eshiklar kuni qilyapmiz. Ochiq eshiklar kunida X, Y, Z iloji bo'lsa boyagi influenserlar mehmon bo'lyapti. Ana shu kunga siz tashrif buyurib batafsil informatsiya olishingiz yoki bo'lmasam o'sha imtihon jarayonlarida qatnashishingiz mumkin bo'ladigan oxirida o'sha 20 minutda oxirida call to action bo'ladi. Shu orqali siz uni yana o'sha keyingi veb-saytga yo'naltirasiz, keyin ochiq ishlar kuniga kelishiga sababchi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana bir ikkita narsalar bor. Masalan, Instagramga kirgan odamlarni retarget qilish juda ham muhim, chunki odamlar doimo nima qilasiz? Esdan chiqib ketadi yoki bo'lmasam qarang, siz mana qaysi oy, hozir masalan may bo'lsa, mayda siz o'zingiz chasna shkolaningizni продвигать qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni 100 ta chasna shkola o'zini продвигать qilyapti. Unga ham, bunga ham, unga ham, bunga ham borib ko'ray deydi. Uni ham masalan reklamalariga взаимодействие qilgisi keladi. Xo'p, siz retarget qilib yoki bo'lmasam mana bitta push deb qo'ygan, push degani eslatish. O'sha kanalingizda muntazam kontent berib borib, unga eslatib turishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni voy mana bizda bor, mana ochiq ishlar kuni mana bu kunni qolib ketma degan ma'noda eslatib turishingiz kerak bo'ladi. O'sha push degani o'sha eslatish instrumentlari. Xo'p, push qildingiz, o'tdi, ochiq ishlar kuniga keldi. Registratsiyadan o'tdi. Registratsiyadan o'tgandan keyin odamlar bitta narsani tushuning. Masalan, deylik, odamlar bir joyga boraman deb ro'yxatdan o'tadi. Siz unga telefon qilib eslatmasangiz kelmaydi. Telefon qilib постоянно eslatib, o'sha 1 kun qolganda, 2 kun qolganda eslatganingiz taqdiringizda 50% o'rtacha keladi. Masalan, demak, umuman dekompozitsiya qiladigan bo'lsak, masalan, ochiq ishlar kuniga kelib, o'sha tashrif buyurgan odamlarning yarmi klient bo'ladi desak, tashrif buyurgan odamlar deylik, masalan, bizga 300 ta klient bo'ladigan bo'lsa, demak, bizga 600 ta odam tashrif buyurish kerak. 600 ta odam tashrif buyurish uchun 1200 ta odam ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. 1200 ta odam ro'yxatdan o'tish uchun biz boyagi kvalifikatorimizni nechta odam ko'rish kerak degan savol bor. Kvalifikatorimizni 1% bo'lsa, demak 120 mingta videomizni ko'rilishi kerak degan xulosaga kelamiz. 120 mingta ko'rilish, bilasiz, unaqa qimmat turmaydi. O'sha 13 ming dollar reklama byudjetimiz bor. Bu bilan bemalol agar to'g'ri PR qilib, to'g'ri reklama qilinadigan bo'lsa, amalga oshirish mumkin bo'ladi. Xo'p, ochiq ishlar kuni bo'ldi. Kelganda qanaqa holat yuz beradi? Kelganda siz o'sha head staff, ya'ni direktor, shu zam direktor, bilmayman, ta'lim ishlari bo'yicha direktor, xullas shu odamlar kutib olishadi. Bitta sotuv bo'limidan odam kutib oladi. Ular hamma yo'lni tushuntirib qoladi, keyin o'sha o'zining takliflarini prezentatsiya qilishadi. Prezentatsiyadan keyin chiqqan odam aynan sotuvga uchraydi. U yerda xohlasangiz imtihon asosida oladigan bo'lsangiz, imtihon bo'limiga uchraydi. Xohlasangiz imtihon olmaydigan bo'lsangiz, o'zi kontraktga qilish mumkin bo'ladi. O'sha vaqtda keyingisi ular o'zini tanishlarini referalka orqali olib keladi. U yangi kelganlar ham keyingi ochiq eshiklar kuniga o'sha bir oyda bir marta qiladigan bo'lsangiz, keyingi oydagisiga kelib bu yerda yana boshqatdan shu proseslardan o'tish mumkin bo'ladi. Xo'p, keling endi ozgina raqamlarga to'xtalamiz. Raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, bizda konversiya bo'yicha mendagi данныйlarga ko'ra bitta kontrakt qilish uchun taxminan masalan kelgan odamlar agar sotib bo'limingiz yaxshi ishlaydigan bo'lsa 50-60% ni ushlab qola olasiz. 50-60% baribir keladi, ko'radi, tanishadi, yoqadi, narx to'g'ri kelmaydi, ketadi. Yoki bo'lmasam o'sha emotsiyada keladi, emotsiyada ha deydi, kontrakt qiladi, yoki bo'lmasam kontrakt qilmasa ham bo'ldi, men qilaman deydi, ketadi, keyin hisobi ozgina chiqmay qolishi mumkin. Shuni hisobidan
50% olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizga deylik mana 300 ta odam kerak. 300 ta odam shartnoma qilish uchun 600 ta odam ochiq ishlar kuniga kelishi kerak. 600 ta odam ochiq ishlar kuniga kelish uchun 1200 ta odam registratsiyadan o'tib, "Ha, men kelaman" deb tasdiqlashi kerak. 1200 ta odam tasdiqlash uchun bizga taxminan kvalifikatorimizni ko'rib turib registratsiyadan o'tgan odamlarning soni 2000 ta bo'lishi kerak. Bu nima degani? 2000 ta odam kvalifikatorni ko'ring registratsiyadan o'tganda 1200 tasiga vaqti to'g'ri kelgan bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha qanaqadir har xil sabablarga ko'ra kelolmay qoladi, qolgan 800 tasi. 2000 ta odam, demak 2000 ta bu degani lead kerak bo'ladi bizga. 2000 ta leadni olishimiz uchun o'sha tepadagi voronka bilan tushadigan bo'lsak, kvalifikatorimizni ko'rgan odamlar soni 200 mingta bo'lishi kerak. Kvalifikatorimizni 200 mingta odam ko'rish uchun taxminan bunisi endi 2 million ta axlat kerak bo'ladi. 2 million ta axlat qatdan olasiz? Imminni o'sha blogerlardan hammadan target videolar olganingizdan keyin hammani o'sha videoga haydaysiz. Bular keyin o'tib o'sha registratsiyadan o'tadi, kvalifikatorni oladi. Kvalifikatorni olgandan keyin ochiq ishlar kuniga registratsiyadan o'tadi. Undan keyin qolgan auditoriya, mana kelaman deb kelmaganlarni to'g'ri hamma takliflarimiz yozib qo'yilgan veb-saytga yuklash kerak bo'ladi. Veb-saytga qanaqa razrabotka qilish kerak, qanaqa takliflar yozish kerak. Boyagi o'sha tepada aytgan shablonim bo'yicha qilsangiz bo'ladi. Buni o'sha aytganimdek yoki zakrepить qilib qo'yamiz yoki bo'lmasam o'sha yerda vizual holatda ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Menimcha katta ehtimol bilan zakrepить qilib qo'yamiz. Xo'p, keling endi bu qadamlarni ketma-ketligini tushundik, voronkani tushundik, qanaqa ishlashini tushundik. Buni amalga oshirish uchun bizga nimalar kerak bo'ladi degan savolga to'xtalib o'tsak, masalan, qaysi komanda kerak bo'ladi? Jamoaga kimlar kerak bo'ladi? Jamoaga qarayman, o'z zadachasidan kelib chiqamiz. Birinchi bo'lib, blogerlar bilan ishlashni biladigan odam, ularga to'g'ri ssenariy yozib, ularga to'g'ri zadacha berib, ulardan zadachalarni oladigan odam. Deylik, PR menejer. Agarda PR menejerga juda ham sharoit yaxshi bo'lmasa, SMM menejer ham bemalol amalga oshira oladi. Xo'p, ikkinchisi SMM menejer. Bu hamma ijtimoiy tarmoqlarga qaraydi, YouTube'larga, hamma joyga qaraydi va o'sha videolar vaqtida amalga oshishini, videoda vaqt olib, vaqt yuklanib, hamma narsa vaqtida bo'lishini ta'minlaydigan shaxs kontentlar yozib, undan tashqari organikaga ham javob beradi. Ya'ni masalan, Instagram, YouTube'da qo'yadigan bo'lsangiz, faqat reklama bilan emas, o'zi ham videolaringiz birovlarga ko'rilishi mumkin. Buni content marketing deydi. Lekin agarda hozir sizda o'zi bu yil qabul qilmoqchi bo'lsangiz, content marketingga unaqa juda katta fokus qaratishni tavsiya qilmayman, chunki o'zi content marketing odatda yillab ishlagandan keyin samara beradi. Eng kamida 3 oy ishlagandan keyin samara beradi. Yaxshi samara haqida gapiryapman, lekin katta samara beradi. Xo'p, content manager, SMM manager bu bitta shaxs, faqat shu. Xo'p, undan keyin targetolog. Targetolog nima ish qiladi? Targetolog hamma o'sha reklamalarni yoqadi, targetlarni qiladi, Telegram kanalidagi reklamalar bilan shug'ullanadi. Umuman PR ishlari bilan shug'ullanadi. Xo'p. Targetolog. Undan keyingisi production komanda. Production komandalari nima? Videoga olib, videolar montaj qilib, videolarni chiroyli qilib berish bilan shug'ullanadi. Ular masalan aynan reklamalar narxi to'g'ridan to'g'ri video bilan ishlagan komandaga bog'liq, chunki video qanchalik qiziqarli, qanchalik zo'r olinsa, men yana aytaman, boyagi video haqida aytmayapman, promo rolik haqida gapirmayapman, chunki promo roliklar aynan bu sohada qanchalik ishlashini men bilmayman. Men ishlatib ko'rganman, yaxshi ishlamagan. Menga undan ko'ra imminni influencerlar bilan yoki bo'lmasam nima desa bo'ladi, murakkab bo'lmagan holatda obzor, informativniroq narsalar ko'proq ish bergan. Chunki masalan promo rolik tiqqan, masalan 10-20 ta kamera bo'ladi, 30 talik komanda ishlaydi. Xronometraj qanchasi? 1 minut bo'ladi videoni ketmaylik. 1 minutlik video bilan juda ham qiyin-da bitta narsa sotish. Masalan 20-25 minutlik videolar bo'lsa, o'shanda odam tushunib sotib olish ehtimolligi oshadi. O'sha qizib, masalan hozir o'zi vaqtini tikyaptimi, ertaga o'sha pulni ham sizga tikishga rozi bo'lishiga ehtimolligi katta. Lekin videograflar professional bo'lishi kerak, ishini tushunish kerak, chunki odamni ushlab qolish bilan birgalikda informatsiya berish bo'ladi. To'g'ri balansda ushlab, to'g'ri sizga o'sha rezultatga olib borib beradigan odamlar shular hisoblanadi. Targetolog tekst yozib beradi, videograflar imенно targetdagi videolarni o'zlari razrabotka qilib berishadi. Bularni ham targetda ham aynan masalan leadlaringiz narxi qimmat arzon tushishi birinchi o'rinda targetologga bog'liq bo'lsa, ikkinchi o'rinda videograf montajyorga bog'liq. Bu komandaga juda ham qattiq qarash kerak, to есть production komandaga. Xo'p, biz tushundik. Endi dizayner kerak bo'ladi. Dizayner masalan prezentatsiyalarni, o'sha ochiq ishlar kunida hammaga ko'rsatadigan prezentatsiyalarni, undan keyin resurslarni, ya'ni masalan brendaviy resurslarni dizayn qilish bilan shug'ullanadi. Social mediada ham. Bu odam boshida agar yangi zapus qilayotgan bo'lsangiz, shtatga oling, ish ko'p. Keyin sekin outsourcega qo'yishingiz mumkin bo'ladi, chunki u ham baribir arzon turmaydi, yaxshi dizayner.
Endi marketing komandani men o'ylashim bo'yicha mana shu odamlar bilan endi albatta marketolog ularni rahbari o'sha hamma ishlarni vaqtida to'g'ri chiroyli o'sha KPIlar bo'yicha bajarilishini ta'minlaydigan odam bo'lishi kerak. Endi sizda marketing komanda bor, litlar kelib turibdi, ochiq ishlar kuni bo'lyapti, lekin ochiq ishlar kuniga chaqirish, kelgan odamlarga shartnoma qilish, bu jarayonlarda hammasini amalga oshirish uchun kim kerak? Bizga sotuv bo'limi kerak bo'ladi. Sotuv bo'limi 3 ta men o'ylayman 300 ta student uchun yetadi. Bitta o'quv yili uchun 4 ta bo'lsa yana yaxshi, bitta odam shartnoma bilan shug'ullanadigan bo'lsa. Bularni qanaqa ishlashini menimcha tushunishingiz kerak. Bitrix yoki Amosiyar ham qo'yasiz. Odamlar o'sha registratsiyadan o'tib, imенно o'zini zaявкalarini qoldiradi yoki bo'lmasa telefon qiladi. Telefon qilgan hammasini jamlab turadigan o'sha dastur bor, Amosiyar ham yoki bo'lmasa Bitrix. Uchtada ochib bitta xullas CRM qo'yasizda, ularni zapishlarini eshitasiz. Ya'ni masalan to'g'ri gaplashyaptimi, noto'g'ri ma'lumot berib qo'ymayaptimi? Juda ko'p hollarda masalan noto'g'ri ma'lumot berib qo'ygan evaziga odamlar kelmasligi mumkin yoki qanaqa boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Xo'p, aynan shu jarayonlarni kontrol qilish uchun shunaqa kerak bo'ladi. Bitta operator bir kunda o'rtacha 40 ta zvonokda obzvon qilib 40 ta odam bilan gaplasha oladi. Bu degani o'z hisobidan olaverasiz. 4 ta operator bir kunda 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 10 kunda 2000 ta bilan gaplashish mumkin bo'ladi. Siz o'sha aktivni ochiq ishlar kuniga odam yig'ayotgan periodiga shu vaqt to'g'rilasangiz, sizda ancha o'sha operator bilan ham, sotuv bo'limi bilan ham muammo bo'lmaydi. Endi sotuv bo'limining skripti bu masalalarda albatta o'sha mutaxassislar bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, shu jamoani yig'gan holatda imенно shu ketma-ketlik bo'yicha varonkada shu men yuqorida aytib o'tgan raqamlar, endi ular orasida raqamlari ko'p. Men doim soddalashtirish tarafdori bo'lganman. Eng sodda holatda shu raqamlar sizga juda ham muhim deb o'ylayman. Ko'pchilik xatolar qiladi. Masalan, kvalifikator qilmaydi, to'g'ridan-to'g'ri maktabga chaqirishga harakat qiladi yoki bo'lmasam PR bilan ishlamaydi. Sizda bu uchala instrument yoki bo'lmasam offer to'g'ri qilmaydi. Mana shu 4 instrument sizda to'g'ri bo'lmasa, agar 4 tasidan bittasi to'g'ri bo'lmasa, sizda qolgan 3 tasi ham ishlamaydi. Men shularga e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Endi mendan ko'p so'raladigan savollarga ozgina javob berib ketaman. Keling, birinchi savoldan boshlaymiz. Birinchi savol. Maktabga zapus qilib ko'rsam bo'ladimi? Maktabga zapus qilganda onlayn vebinar bilan sotib ko'rsam bo'ladimi degan savol bo'lishi mumkin. Buni qilib ko'rsa bo'ladi. Tajriba bormi desiz? Bor, lekin customer acquisition cost o'zgarmaydi. Ya'ni o'sha bu varonka bilan ishlaysizmi, zapus bilan ishlaysizmi, o'zgarmaydi. Agar to'g'ri qilsangiz hamma narsani, lekin zapus qilishda juda ham stress ko'p. Lekin mana qaranglar, qarang, maktab bu emotsiyada qaror qabul qiladigan joy deb o'ylayman. Aynan agar uzoq muddatga harakat qilayotgan bo'lsa, chunki farzandi o'tda 10 yil o'qishi mumkin, 11 yil o'qishi mumkin, 5 yil o'qishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Keling, undan ko'ra aynan an'anaviy sotuv usullaridan foydalangan yaxshiroq. Ochiq ishlar kuni ham boshqa tarafdan olib qarasangiz, zapus bir ko'rinishi, lekin aynan onlayn webinar qilib efirda bugun registratsiya qilsam ham bunaqa, bugun ertaga registratsiya qilsam ham bunaqa degan narsa bilmayman, uni o'ylab ko'rish kerak. O'quvchi yig'ishga qancha vaqt ketadi? O'rtacha u boshdagi harakatlar bilan 3 oy oldin harakatni boshlash kerak deb o'ylayman. Aynan o'sha, chunki sotuvda ham, marketingda ham xatolarda o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Targetni qanaqa ishlatadigan savol bo'lishi mumkin. Targetda o'sha aytganimdek, birinchi PR orqasidan yig'ishga bunaqa holatda ishlatadigan bo'lsangiz, o'shanda sizda effektivность bo'ladi. Agarda masalan bittasini o'zi ishlatadigan bo'lsangiz ham, unda ancha qiyin bo'lishi mumkin. Promo rolik olishim kerakmi? Men promo rolik olishga bilmadim. Agar sizga yoqadigan bo'lsa, chiroy uchun bo'ladigan bo'lsa olishingiz kerak. Performans jihatdan sizga hozir bu holatda, masalan, maktab holatida bilmadim, uncha to'g'ri deb o'ylamayman. Marketingga qancha byudjet ajratishim kerak degan savol bo'lishi mumkin. Sizda o'rta hisobda jamoasi bilan bitta o'quvchi uchun $150-170 customer acquisition cost hisoblasangiz to'g'ri bo'ladi. Endi bu eski 1,5 yil oldingi data, hozir ozgina oshgan bo'lishi mumkin bu narsa. Qarang, maktabda joylashuvi sotuvga bog'liqmi degan savol bor. Bu sizni qanaqa yo'nalishdagi, qaysi segmentda olganingizga qarab. Agarda masalan o'zingiz kastet qilib ko'ring. Agar 70% odam lokatsiya qulayligi uchun bo'lgan bo'lsa, bu bitta narsa. Lekin masalan biz qilganimizda odamlar viloyatdan Toshkentga kvartira olib kelib o'qirdi. Viloyatdan. Bu degani o'zi agar qaysi segmentda olib nima taklif qilayotganingiz va taklif qilayotgan narsangiz o'quvchilar va ular ota-onasiga qanchalik darajada muhimligini hisobga oladigan bo'lsangiz, o'shanda sizda javob kelib chiqadi. Ma'lum bir segment tushgan bo'lsangiz bog'liqmi, bog'liq. Ma'lum bir segment tushgan bo'lsangiz bog'liqmi, bog'liq emas.